Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, yaxshimisizlar? Hurmatli kuzatuvchilar, mana sizlarga Adlerskiy Serebro zotini ko'rsatay dedim. Xudo xolasa bu ro'zg'orbob to'g'ri zotiga kiradi. Bu asosan tuxum yo'nalishida, go'sht yo'nalishiga ham kiradi. Tovuqlarimiz juda ishtahasi yaxshi. Xudo xolasa mana ko'rishinglar mumkin. Oddiy kepak, shu sotiladigan magazinlarda sotiladigan kepak, oddiy yemish u. Ortiqcha narsa berilmaydi. Judalik ro'zg'orbob tovuqlardan hisoblanadi. Bularda asosan biz yanvar oyida tuxumidan o'chirib ko'paytirganmiz. Xudo xolasa holatlari zo'r, ancha-muncha kasalliklarni yengadi, sovuqlarga chidamli. Xudo xolasa mana ishtirxolarini ko'rib turibsizlar, zo'r. Yedi ichadi, yotadi mana. Xudo xolasa mana shu tojlari kichikroqlari mana shu makiyon hisoblanadi. Ozroq yuzlari ozroq qizardi. Xudo xolasa yaqin kunlarda tuxumi kirib qoladi. Toza privaznoy tovuqlar, xudo xolasa Qirg'iziston liniya olib kelingan. Tuxumlarini olib ko'zimiz ko'paytirganmiz. Holatlari ideal holatda, xudo xolasa mana o'jaligi o'ylanib yurganlar bo'lsa, shu zot qanaqa ekan, qanaqa xususiyatlari bor ekan, boqsam zarar qilmasmikinman deganlar uchun mana xudo xolasa bitta video qilyapmiz. Kanalimizni rivojlantirib, bir shu tovuq sohasiga qiziqadigan aka-ukalarimiz bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yasizlar mana. Endi joyimizgacha ahamiyat bermaysizlar, bardayroq, xudo xolasa bu tomonga yangi joy qilishni boshladik. Nasib bo'lsa, xudo xolasa bitta uni ham ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa biz syomkalarimizni boshladik. Xudo xolasa har kuniga nasib bo'lsa videolar chiqazamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana qarang, hurmatli obunachilar, mana shu makiyon o'ta katta bo'ladi. Mana shu turishi ham 2 kilodan ortiq bo'ladi. Makiyonlar ham, xo'rozlar ham 2 kilodan ortiq chiroyli holatda bo'lgan. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, mana shu makiyon holatlari va xudo xolasa buni xudo xolasa tuxumga kirib qolsa xabarini beramiz. Agar kimga zarurat bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozirda shu o'zingizlarning hashaki makiyoninglar bo'lsa ham uyda